Keyingi tashxis suvli kista yoki qonli kista, funksional kista, katta bo'lib ketibdi, tuxumdagi kista bo'lib ketibdi deydi. Turmushga chiqmagan qizlaringiz aksariyatlarda hozir shu moda bo'lgan. Bitta ochadi, narkoz qiladi, kesadi, yopadi. Siz narkoz ostida hech narsani bilmaysiz. Historiya bolezini chiroyli qilib aytib, yozib, kasallik tarixini chiroyli qilib yozib qo'yadi. Shu pishdingiz. 7-8 millioningiz ketdi, qorningiz ham ochildi. Agar bor bo'lgan taqdirda ham uni olaman deb rasvosini chiqarib, truba matka-patkasi bilan xato qilib qo'ygan uchun olganlar juda ko'p. Shuning uchun azizlar, ayniqsa onalar ehtiyot bo'linglar. Funksional kista deganni 6 oy davomida kuzatish kerak. U kattalashadimi, yo'qmi? Zararli darajada kattalashadimi, yo'qmi? Vijdachiy taktikalar bo'ladi. Shuning uchun suvli, funksional qiz bolalik kistalarini, tuxumdan folikulyar kistalarini darrov operatsiya qilib yoraman deb uni kestirishga shoshilmanglar. Хорошо?